لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وأنزل القرآن تبيانا لكل شيء وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في قرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Allah Subhanahu wa Ta'ala Hakka Suresi'nin 4. ayetinden tartıp 8. ayetigacha Allah Subhanahu wa Ta'alaga ve onun peygamberiga karşı çıkan zalim kafirlerini Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın qandaq halak qilganligini bayon qilish orqali her zamanda kelgan barliq insonlarni Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın avatgan payg'ambarini tushirgan mo'jiza bo'lgan Allah tushirgan vahyini e'tirof qilg'ili unimasa, o'ziga cho'g'tassa, yer yuzida buzg'unchilik qilsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mushu qavmlarni, mushu zolim qavmlarni halok qilgandek Allah Subhanahu wa Ta'ala'ningki halok qiladiganligini mush oyatlar orqali bizga Allah Subhanahu wa Ta'ala uqtirdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala shundaq deyki: Kazzabat Samudu ve Adun bil qari'ah. Yalgan dedi. Samud ve Ad kavmi insanlarını özünün qattiq azapları ve hakiki emri bo'lgan alohida qo'rqinishlar bilan agahlandırılan kıyamet azabını yalgan dedi. Nima uchun qiyomat qari'a deb ataladi? Yuqorqi oyatda qiyomat haqqa musurining ismi bo'lgan tushi rast bo'lguchi, iniq bo'lguchi ve bu kunda haq bilan batil ayrılgan haq bo'lguchi kun deb atilib, uningdan keyin qari'a deb atilishda. Qari'a degan xuddi bir shirkat milliard pulga ega bo'lib bo'lgandan keyin bir kunda iqtisodiy krizis yoki bozor krizi tufaylidan yoki bira tuyuqsiz balo tufaylidan shirkatning barliq iqtisodi, barliq dasmoisi, mulki bir andila halok bo'lib, bu shirkatning egisi, xo'jayini shu qattiq xafaliq tufaylidan yurak kesili bo'lib qolgudek darajada yoki behush bo'lib, o'shidan ketgudek darajada bir xafaliqninki bo'lganligini qari'a, ya'ni qattiq tush xabar deb ataladi. Shuning uchun biz yashayotgan mushu davrida tush xabar nihoyat ko'p. Masalan, insonlar bir davlatga atom tashlabdi desa, hammamiz cho'chiymiz. Chunki bir tashlangan atom bilan shu zaminning o'simliklari o'nmaydi. Shu zamindagi necha ming yoki necha million xalq bir anda vayron bo'ladi, halok bo'ladi. Shuningdek, yana bir yurtda tuyuqsiz yatavrash, tashqin ofati, bir baloyi ofat ya qatnash voqeasi ya aeroplan tushish voqeasi yuz bersa, shu yuz bergan xabar orqali birdamda insonning aqli lol bo'lgudek, o'shidan ketgudek xabar balo insonlarga angladi. Demak, insonlar eng qattiq
bak huşini tapadigan, huşini tepishqa, tegishlik, tushishga tegishli xabar qaysi ekan desa, ya'ni insonlarni tushishtiradigan eng tushishlik xabar bo'lgan qiyomat xabari. Shuning uchun bu qiyomatning yana bir ismi tushishlikcha qattiq xabar deganlikni mushu oyat bizga ogohlantirish orqali Samud va Ad qavmining halok bo'lishidagi asosiy sabab tushishlikcha qattiq xabarni ularningki ogohlanqili unutmaganligi, o'zining huquqi, hokimiyati, kuch-quvvati o'ziningki shu vaqtdagi saltanatiga tayinib Alloh taolo avatgan payg'ambarning ogohlantirishini, qiyomatning bo'lishini e'tirof qilg'ili unutmaganligini mana shu oyat bizga alohida ogohlantirdi. Nima uchun qiyomatni alohida tushishlik deymiz? Bulutmu har qandaq zamandagi chekidin aşqan zalimlarga, huquqdorlarga, kuch-quvvat, saltanat egalariga nisbatan bu qiyomat tushishlikcha nihoyat qattiq bir xabar berdi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Voqea surasining 1-oyatidan 3-oyatiga bo'lgan araliqda dediki, astag'firullah, iza waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah. Qachon amali yuz beradigan qiyomat yuz bersa, bu qiyomatning amali yuz bergan kunidagi amaliyatini hech qandaq adam yolg'onkan deyolmaydi. Hozir yolg'on degan bilan qiyomat yuz bergan vaqtida hech kim qiyomatning bo'lganligini yolg'on deyolmaydi. Lekin bu kunda yuz beradigan eng qattiq dahshat qosi khafidatur rafi'a. Mana shu dunyoda o'zini insonlarga zo'migarlik qilib, zo'ravonlik bilan xo'jayin qilib olgan kishilarga tajovuzchilik, pastlik, Allohning yo'lidan tutish, payg'ambarning hidoyatiga ergashishni qo'ymaslik, Muhammad sallallohu alayhi vasallam ushilgan va ilohiy bo'lgan o'zi Qur'oni Karimni e'tirof qilmaslik va uni e'tirof qilg'ili qo'ymaslik va uning yo'l-yo'riqlarini jamiyatda, davlatda, xalq orasida yurgizgili qo'ymaslik, iymon, islomni to'sishdan iborat bo'lgan mushundaq yomon qilmishni qilgan har qanday zolimlar bu kunda pas bo'ladi. Her qandaq bir Allah bergen ixtisatni, mal-mulkni, ilimni, penni, her qandaq bir iqtidarni ve her qandaq bir kuch-quvvat, harbiy ve her qandaq bir Allah bergen nimetni, her qandaq emri insonlar alida o'tadigan kuch-iqtidarni Allah qarshi ishlatgan her qandaq insonlarning hammasi ma dünyadaki kişiler aldıda xo'jayin, ma dünyadaki kişiler aldıda boy, ma dünyadaki kişiler aldıda talantık bo'lgan bilan oxiratda Allohning oldiga borgan vaqtida ularga berilgan ne'matni Allah rizoligi uchun, Allah bergan aqlni ishitib, Allah'ның hidoyatiga erishish uchun ishlatmaganligi, haqni qo'g'dash uchun ishlatmaganligi, payg'ambarning yenib turish uchun ishlatmaganligi, o'ziga yaratgan, o'zini yaratgan ulug' Allohning qulchiligini qilish uchun ishlatmaganligi uchun, haddidan oshgan, chekidan oshganlik uchun bular bu kunda namrat bo'ladigan, past bo'ladigan, xor bo'ladigan, huquqiy hokimiyati, davlati, jamiyati barliq kuchidan ayrilib qoladigan mushundaq kun. Shuning uchun bu qiyomat mana shu dunyoda insonlarning ko'z oldida shakli jihatda yo'g'onchilik qilayotgan Xitoy tajovuzchi zolim kofirlarga o'xshash pastlarni va ularning zo'ravon tajovuzchi, agashchi barliq guruhlarini past qiladigan, Allohga sadoqatmanlik bilan iymon aytib, haqni qo'g'dab, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hidoyatini minib, islom bayrog'i, islom dinni o'zining asosliq ko'z qarchi qilib tanlagan mu'min musulmon qarindoshlarimizni Alloh taolo bu kun esa yuqur o'rinda Muhammad sallallohu alayhi vasallamga hamroh qiladigan mana shundoq insonlarning har qanday chuchishga tegishlik. Bo'lib bu zolim kofirlar chuchishga tegishlik. Musulmonlarmi mushkindagi qimmatni deb o'zidagi haqiqiy iymoniy kuch-quvvatni yangidan hosil qilish uchun chuchishga tegishlik bo'lgan bir xabar, mush qiyomat xabari qarindoshlarimiz. Allah subhanahu va taolo tarafidan tushadigan qattiq
qiyomat azobini inkor qilgan qavmlarning masalani bayon qilib dediki, Estaizu billah, bismillah. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ Amma Samud qavmi ular nayt qattiq chigidin aşqan ovoz bilan halok qilindi. Yine bir oyatda Allah subhanahu va taolo deyki, inna arsalna alayhim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtazir. Sura Qamar 31-oyat. Haqiqatan biz o Samud qavmiga bir ovozni avatdik. Andın Samud qavmi kuyib ketgan so'qqa o'xshash yoki qurib ketgan poch bo'lib ketgan daraxtga, qurib ketgan o't cho'plarga o'xshash bo'lib ketdi deb Allah subhanahu va taolo shundoq dedi qarindoshlarimiz. Allah subhanahu va taolo avatgan payg'ambarlikni qabul qilmaganligi, Allah subhanahu va taoloning ogohlantirgan mana shundoq hamma xabarlardan katta bo'lgan qiyomatdan iborat tushlikchi xabarni, haqiqiy adolat, haq bilan haq ayrilgan shundoq xabarni e'tirof qilg'ili unmaganlarning balasi shundoq bo'ladiganligini Allah subhanahu va taolo mush oyat orqali bizga uqtirdi. Yuqorqi oyatdagi ular fauhliku bittaghiya, ya'ni chigidin aşqan qattiq ovoz bilan halok qilindi degan mushu oyatni tag'iyani ba'zi mufassirlar ular Samud qavmi halok qilindi. Allah mo'jiza qilib tushirgan, Allah mo'jiza qilgan to'gini o'ltirgan Salih aleyhissalatu vesselam'a Allah bergen mo'jiza to'gini o'ltirgan zalim chigidini aşqan gunohkorga ularning hamkorlashganlik sababidan u qavm halok qilindi deb mundaq tafsir qilindi. Demak, qarindoshlarimiz nima uchun Allah subhanahu va taolo ularning arasından bir zalim Allah ularga avatgan mo'jiza to'gini o'ltirganlik sababidan Samud qavmining hammasi halok qilindi desa, chunki Samud qavmi arasından chiqqan shu zalim gunohkorning Allah'ning mo'jizasi bo'lgan mo'jiza to'gini o'ltirishi qarta qiziqtirgan, shajoatlantirgan, zo'migarlik qilgan jinoyatiga ular hasqatgan, kuchlantirgan. Shuning bilan Allah subhanahu va taolo Samud qavmini ularning chigidin aşqan şu zalimni qo'llaganlik tufaylidan hammasini yuribtirida birlikda halok qilib atgan. Bizga bu ma'nodan ilinadigan eng siyosiy bo'lgan mazmuni shuki, har qandaq bir zalim kofirlarning Allah tushirgan mo'jiza bo'lgan Allohning so'zi Qur'oni Karimni, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahih hadislarini, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki peygamberlik sıfatlarını inkar kılıdığan, yok kılışqa urinadigan şundaq zalimlarning qiladigan tajovuzchiligini qo'llagan, kuchlantirib bergan, hamkorlashgan, uningga pushaymon qilmagan har qanday bir zolimlar hammasi mana shundaq Samud qavmiga o'xshash har turli balolarda Allah Taala tarafidan halok qilinadiganligini bizga alohida ogohlantirdi. Bo'lib bu Sharq Turkiston musulmonlari Xitoy tajovuzchi zolimlarga o'xshash hozirgi zamonda Allah Taala tushirgan Qur'oni Karimni, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadis ve Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sifatlari bayon qilingan barliq Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bizga yetgan ulug' sunnatlarni ve İslam dinining barliq haq buyruqlarini yo'qotishga, maslarni chiqishga, bo'libmi islom diniga e'tiqod qilgan musulmon xalqimizni yer yuzidan naslidan tortib yo'q qilishga tirishayotgan mushundaq tajovuzchilik zo'migarligiga
jim turgan bulupmu aşılarının kılgan tecavüzçülükini kollap kuşlandırgan her kandak bir zalimler mana muşundak Samut kavmiga Allah çürüyen özünü yok düşün hemkarlaşkan şu zalim bilen birli bolgan muş Samut kavmiga Allah Samut kavmiga öz tarafının halak azabını qattiq buran azabını əvətişirən müşanı halak qılğandək her kandak muşundak zalim bilen birli turganlarının Allah tarafından kildiğen azapta birli buluşu mukarrer kırındaşırımız. Şunun için biz her vakit Allah'ın müjdeleri Kur'an-ı Kerim'ini, Allah Teala'nın peygamberi ve onun sünnetini, Allah Subhanahu ve Teala bizge belgilegen müteber hukuklarımızını, mestirimizni, Kur'an-ı Kerim'ni ve barlık hak yollarımızını, perzlerimizni qo'dashga tirishchanlik qilishimiz, haq taraf turishimiz bizning birdan bir qutuluşu ve birdan bir baxtli yolumuz qilishimiz. Şunu Allah Subhanahu ve Teala Samut qavmining halokatini bayon qilib bo'lgandan keyin dediki: "Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah." Amma Ad qavmi ular nayt qattiq şuk zaharlik şamal bilan halok qilindi dedi. Ad qavmi igiz tağlar içine tişip önkürlük nakşik öylerini yasagan bizni hiç kanda bir kuş kuvvet yoktanmaydı dep bulup mu Allah Teala'nın kudreti karıştırgan yani aşundak şu vaktki penlik şölen özgü çoğun tatkan şundak zalim idi. Xuddi hazırki tecavüzçi zalim her kaysi Hristiyan, Yahud, Butperest kapırları Xitay tecavüzcü kapırları oşaş yani aşundak özünün ki ilişken penli küçük kuvvetine tayinip hakkını kabul kılıştın başlatkan hak iginlerge tecavüz kılgan şunda halk idi. Allah Subhanahu ve Teala bularga ular oylamağa yadın önkirlerinin işlerine kirip her bir urğunu koymay halak kılıdığan zehirlik kattığı soğuk şamallan ularını halak kıldı. Demek Allah Subhanahu ve Teala evetken azapның süpti yukarı ayette tağıya yani kattık çigidin aşkan adettikidin normalden sırt boğan avaz dese ma ayette normalden sırt çigidin aşkan kattık buran dedi. Yine Allah Subhanahu ve Teala Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak kılgan vakıda İnna lemma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Hakikaten biz su çikidin aşkan vakıda silani yani Nuh Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam'ın ki Nuh Aleyhisselam bilen billi iman etkan Müslüman ergeçlerini kimiga biz kötürdük dep Allah Subhanahu ve Teala Sure Hakk'ın 11. ayetinde şundak dedi. Demek her bir yerde çigidin aşkan azap dedi. Allah Subhanahu ve Teala şamal nima, avaz nima, sunuma dünya insanlarga asıl nimet qilib yaratıp bergen. Dünya insanları muşu nimetni tunumastin Allah'ın evetken peygamberi karıştırsa, yeryüzü buzgunçuluk kılsa, kıyametni inkar kılsa, Allah Teala şu ularga nimet kılıp evetken her bir küçünü, her bir kudretini Allah azapqa aylandırışqa qadir ekanligini, azapqa aylandırdıganligini muş ayetler arqali bizga agahlandırdı. Mesela Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de yerini biz sizlarga tuş. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala yerini biz sizlarga to'shak qilib yaratib berdik dedi. Onun killam yeni bir surede Tabarak suresinde Allah Subhanahu ve Teala biz muşu to'shak qilib bergan yerde sizlarni yer yutkuzishdan sizlar xotirjam bo'la olamsizlar deb Allah Subhanahu ve Teala bizni alohida ogohlantirdi. Demek qarindoshlarimiz Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bir ayette
yerni bizga ne'mat qilib, to'shaq qilib yaratib berganligini bayon qilsa, yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo mushu yerga bizni yutqizib o'tadiganligini, mushu yerni Alloh subhanahu va taolo azobga aylantiradiganligini bizga ogohlantirdi. Demak, Alloh taolo bergan har bir ne'mat uning qadrini tanımasak, Allah şu ne'matni azobga aylantirib bizni halok qilishga qodir ekanligini Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qildi. Shuna Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu va shundaq rivoyat qildiki, shuna Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilib, Alloh subhanahu va taolo shamolni normal avatgan. Sunimi normal avatgan, ya'ni yomg'irni normal yog'dirgan. Lekin Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhisolamning qavmiga, Ad qavmiga, Nuh alayhisolamning qavmiga suni tashqin qilib avatgan. Ad qavmiga mo Alloh subhanahu va taolo shamolni qattiq halok qiladigan, zaharlik shamol qilib, qattiq chiqadigan shamol qilib avatgan deb shundaq degan. Demak, har bir şeyi Alloh subhanahu va taoloning oldida normal bo'lsa-mu, Allah g'azabini keltirganlarni şu normal avatgan ne'matini g'azabiga aylantirib ularni halok qilishga Alloh taolo qodir ekanligini mush oyat bizga alohida uqtirdi. Alloh subhanahu va taolo bu shamolni Ad qavmiga 8 kun oqimoqa husumanning yeni bir ma'nosi bularni yıldızdan qurtadigan, bularni her birinin avlod neslini yo'qotadigan holatda bularga avatdi dedi. Yeni bir oyatda Alloh subhanahu va taolo fi ayyamin hisatin shumluq kunlarda Alloh subhanahu va taolo ularni halok qiladigan mana shundaq qattiq zaharlik shamolni ularga Alloh subhanahu va taolo avatdi dedi qarindoshlarimiz. Demek Allah subhanahu va taoloning mana shundaq azobi kelishdan burun biz Allah taoloning ne'matini tunishimiz kerak. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq deb duo qilgan edi. Allohumma inni a'udhu bika min zavali ni'matika. Ey Allah, haqiqatan men o'zir bilan seni bizga ato qilgan ne'matning yo'q bo'lib ketishdan panoh so'rayman. Ey Allah, sizning bizga bergan afiyatlik, salomatchilikning yutkirab, o'zgarib ketishdan ey Allah, o'zlari bilan panoh so'rayman. Sizning tuyuqsiz intiqomlarining bizga kelib qilishdan o'zlari bilan panoh so'rayman. Ey Allah, sizning barliq g'azab, barliq har qandaq bir achchiqlarini keltirib qilish, achchiqlarining, g'azablarining bizga kelib qilishdan o'zlari bilan panoh so'rayman deb Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şundak dua kılgan kıynaşlarımız. Bu dua Sahih Müslim, bu duanı Sahih Müslim, bu duanı İmam Müslim, bu duanı Sahih Müslim'de Abdullah ibni Ömer radhiyallahu anhumadan rivayet kılıp inangan. Demek Allah subhanahu va taolo bergan har qandaq ne'matning g'azabga aylanib qilishdan burun biz Allah subhanahu va taoloning hidoyati, rahmati, fazli ihsoni, ne'mati davom qiladigan yaxshi ishda bo'lishimiz, sanab to'xtatib bo'lmaydigan Allah subhanahu va taoloning ne'matlarini tonish orqali har qandaq hayotimizda ko'ralgan chigidin oshqanlik günah masiyetke derhal pişayman kılışımız ve her qandaq chigidini aşkan zalim tecavüzçülerinin ki kılıvatkan zo'ravonliklardan daim bizler buluşumuz ve tecavüzçülük karşı nefret ve emri köreş kılışımız gerek. Şunun için Allah subhanahu ve taala Sure Buruj dedi ki inne bet şarabbike leşedid. Hakikaten senin perverdigarının tutuşu, senin perverdigarının cezalışı elbette qattiq doğru. Yani Allah subhanahu ve taala'nın cezalaş, hesap eliş, kıyamette Allah subhanahu ve taala ularını sorak kılıştan ibaret, muş günni unutgan insanlarga bu gün nahayet qattiq bir xafılıqni keltirdi.
deb Allah subhanahu va taala mush oyatda Allah taala bergan ne'matni unutib chekidin ishimizning zinining bak yomon ekanligini bizga ogohlantirdi. Mana Allah subhanahu va taala qarshi chiqqan bu zolim qavmlarning ahvoli qanday bo'ldi? Fataral qawma fiha shar'a. Siz bu Ad qavmidan iborat zolim qavmni shu yurut mahallarida yiqilgan holatda ko'rasiz. Xuddi ular tüydün kesilip taşıp ötilgen xurma daraxtiga o'xshash. Yoki yeni bir ma'nosi ularning yurtlari xarobilikqa aylangan bir baqqa o'xshash. Demak, qarindoshlarimiz biz hozirgi zamondami anglab ko'rib turibmiz. Burun nurg'un avat bo'lib ketgan shaharlar keyin qarasak Allah Taala'nın her türlük azapları tushganlik tufaylidan, urush ofatlari tufaylidan Allah qarshi chiqqan zolim kafirlarning nurg'un yurtlari, qasrlari, nurg'un taxtlari hammasi quruq bir asar atiqiga aylanib qolgan. Masalan, ayni vaqtdagi Çin zolim kafirlarining qiri kona butparast zolim pars padişahlarının qasrlari hozir nimga aylanib qoldi? Hammasi ko'rgazma. Shuningdek dunyodagi nurg'un zolim kafirlarning, Rumliqlarning, Farislarning her türlü dünyanın her qaysidagi butparast zolim kafirlarning ayni vaqtdagi butparast, shirik, kufri zolim davlat raislari o'ltirgan qasrlari, yurtlari hozir hammasi ko'rgazma. Xarobilikqa aylanib qoldi. Mana shuning o'zi Allah subhanahu va taala cho'qim Allah'ning hidoyati, Allah'ning payg'ambari, Allah'ning mu'jizi, Allah ishonishga buyurgan qiyomatni inkor qilgan barliq zolimlarga cho'qim tushunganligi har bir narsa Allah'ning qo'lida ekanligi, hech qanday bir şeyi Allah'ning qo'lidan qochib qutulmaydiganligini mushu amaliy tarix bizga alayda uqtirdi. Hem Allah subhanahu va taolaning bo'libmi oxirat azobi kelgan vaqtida har qanday bir inson ajoyib dahshatga qoladi. Chunki Allah subhanahu va taolo dedi: "Estağfirullah. Ya eyyuhan nasuttaqu rabbakum." Ey insonlar, Parvardigoringlardan haqiqiy qo'rqishni qo'rqinglar. Parvardigoringlar buyurgan ishlarni qilish, to'sqan ishlarni yenish orqali taqvodor bo'linglar. Haqiqatan qiyomatdan iborat dunyoda yangidan o'zgarish paydo qilib, butkul dunyoni hozirgi mana shu ritmlik holatidan bilak bir vayron bo'lgan holatga o'zgartiradigan qiyomatning bo'lishi bu katta bir ish. Qiyomatni sizlar ko'rgan kuninglarda har qanday bola emitadigan ayolmi o'zining shu kundagi xafaligi, dahshatining yomonligidan imitgan bolasidan g'afil qoladi. Har qanday qo'shiqida bor ayolmi xafalikning yomonligidan o'zining qo'shiqidagi bolani tug'ib soladi. Kishilarning hammasini aqli yo'q, behush, masladak ko'rsan, amaliyotda ular mastar emas. Velikin Allah Taala'nın azabı qattiq bo'lganligidan ular Allah'ның bu dünyadaki azabının Allah Taala'nın azabı bo'lgan ahiret azabıdan ogohlanğılı unumay müşkünge kep qolganlik tufaylidan mana shundaq her bir insan hayratga qoladigan mana shundaq dahshatli kun. Allah subhanahu va taala mushu oyatning oxirida shundaq bir ogohlantirishni berdiki: "Fahal tara lahum min baqiya." Ey Muhammed Aleyhisselam, siz o Ad qavmini Allah halak qilgandan keyin ularning qap qolgan bir iznasini ko'rdingizmi? Deyish orqali Allah subhanahu va taala shundaq bir haqiqatga bizni alohida ogohlantirdiki, Allah'ning bu azobi orqali ulardan yurtlarida hech bir kimning qap qolmaganligi, ularning hech qanday bir hayot turmushining
mevcut bo'lmaganligini, Allah subhanahu va taolaning azobining dahshatli ekanligini Allah subhanahu va taolo mush oyat orqali bizga ag'randirish orqali dunyo yuzida, yer yuzida hozir zo'migarlik, tajovuzchilik, zulm qilayotgan har qanday zolimlarning vaqtincha yayrabatganini qarab, qat'iy mu'minlar aqli hushini ketkizmasdan, balki o'zini tuyishi lozim ekanligini Allah subhanahu va taolo tarafiga qaytib kelishimiz, bizni dunyo va oxiratning azobidan qutqizadigan Allah taolo bilan sulh qilishimiz, Allah subhanahu va taologa itoat qilishimiz, vaqtimiz, fursatimiz ketishdan burun Allah subhanahu va taologa va Allohning hidoyatiga, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'liriga, islom dinining ta'limotiga, Qur'on hadisninki haq hidoyatiga va Qur'on hadisni hurmat qiladigan, Allohning mu'jizasini hurmat qiladigan haq yo'lga qaytib kelishimizning lozim ekanligiga mana bu oyat bizni alohida ogohlantirdi. Sura Haj 1-2 oyat. Demak, mana bu shundoq qattiq dahshatli kun kelishdan burun har bir inson, bo'libmi har bir musulmon o'zimizning hushini, aqli biz Allah subhanahu va taolo bizni baxtli bo'lishga chaqirgan islom dinini hammamiz qadrlayli. Zolim har qanday bir ot va samut qo'yma o'xshash zolim kofirlar, bo'libmi hozirgi zamondagi zolim pashlar, har qanday tajovuzchi zolim kofirlar, bo'libmi Xitoy tajovuzchilaridek zulm va tajovuzchi chekidan oshgan zolimlarning yanada qat'iy bo'lmaydi. Hammamizni Allah subhanahu va taolo haq yanada mustahkam turgan, Allah taolo tushirgan mo'jizani qadr bilgan, oxiratni yuqori bilgan, o'zining hayotini Allah rizoligi uchun ishlatgan haqiqiy taqvodor bo'lgan mu'minlarning bo'lishini nasib qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.